zamin sirli mavjudot, sirlidir asli o'zi u hayot. Eng buyuk sir undan odamzod. Faqat Alloh voqi bu sirdan yaratgan odamni pok ona yerda. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegi. Senga tengdosh omiru ososh jonshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyobu, so'ylasin Ulug'un xati. Ko'hna tarix shodasiga bitta marjon o'zbegim. an'analarimiz rivojiga beqiyos hissa qo'shib kelayotgan qadimiy va tabarruk afsonaviy holatda yaratganning marhamatidan bahramand bo'lgan jayhun qirg'oqlarida shamollar shivirlab shonli davrlar haqida afsonalar so'zlaydi. Xorazm zaminida kalta minor, toza bog'yoq, Amirobod madaniyatlarini yaratgan ajdodlarimiz 5000 yil muqaddam o'zbek davlatchiligining ilk tamal toshlarini qo'ygan edilar. Ular yaratgan sug'orish tizimi qadimgi dunyoning mo'jizasiga aylandi. Yuzlab kilometrga cho'zilgan, qo'lda qazilgan kanallar cho'lning qaqroq bag'riga xuddi tom tomirlar kabi obida yo'q. Qaqrab yotgan yerlarni gullayotgan bo'stonlarga. Bu sug'orish inshootlari yoqalab qurilgan Xiva, Oqchaqon qal'a, Bozor qal'a, Qozaras, Zamaxshar, Oybugur qal'alari afsonaviy podshohlar Siyovush va Afrikdan meros. Ezgu fikr shubhasiz yovuzlikni yengadi. Haqiqat qarshisida yolg'on doim mag'lubdir. Eng avvalo buyuk Zardusht tavallosi shu o'rtadir. U insonlarga yagona Tangri Ahura Mazda haqida xabar
buyuklar, shoir gilamlar, mis idishlar xarid qilish ishtiyoqida yoshlar. Eng muhimi, bu yo'l orqali Xorazm zaminidan buyuk olimlar kashfiyotlari, qadimiy kitoblardagi hikmatlar, astronomik bilimlar, falsafiy qarashlar va nazm javohirlari xuddi shamoldek tarqaldi. Muqaddas islom dinining kirib kelishi bilan yangi buyuk davr boshlandi. Xorazm islom ilm fani va madaniyati markazlaridan biriga aylandi. Buyuk olim va mutafakkir Muhammad Muso Xorazmiy Bag'dodda to'plangan akademiyada butun dunyo olimlariga raislik qildi. U matematika, astronomiya, geografiya fanlari rivojiga beqiyos hissa qo'shdi. Uning aljabri, algebraning asosi bo'ldi. Muhammad Muso Xorazmiy bu kitobida dunyoni Hindistonning o'nlik sanoq tizimi bilan tanishtirdi. Mavjud sanoq tizimini takomillashtirdi. Bu qutlug' diyordan Nosiruddin Rabbosiy, Mahmud Zamakhshariy singari allomalar yetishib chiqqan va dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shgan. 11-asr boshlarida O'zbek zaminining eng buyuk allomalari Xorazmshohning Ma'mun akademiyasida jam bo'lishdi. Akademiyaga uzoq yillar ulug' donishmand Abu Rayhon Beruniy rahbarlik qildi. O'z ilmi va manfaati bilan mamlakatni yoritdi. Olimning astronomiya, matematika, geografiya va mineralogiyaga oid asarlari bugungi kunda ham ilm ummonida mayor vazifasini o'tab kelmoqda. Abu Rayhon Beruniy birinchi bo'lib yerning sharsimon ekani haqidagi tushunchani olg'a surgan va uning radiusini hayratlanarli aniqlikda hisoblab chiqqan. U sayyoralarning orbitalarda harakatlanishini isbotladi va Kolumdan 500 yil oldin yangi qit'a mavjudligini bashorat qildi. Qaro yer qa'ridan to avji suqan, koinot sirlarin barin qildim hal. Ko'p mushkul tugunni ayladim, yechdim, yechilmay qolgani birgina ajal. Bu satrlar akademiyaning yana bir yulduzi Abu Ali ibn Sino qalamiga mansub. Tabib, qomusiy olim, faylasuf, shoir va mutafakkir 450 dan ziyod asar yaratib, ilm fanning 30 ga yaqin sohasida munosib iz qoldirdi. Allomaning tib qonunlari asari 7 asr davomida dunyoning asosiy tibbiyot darsligi bo'lib xizmat qildi va ko'p avlodlar uchun yo'l ko'rsatuvchi yulduz bo'lib qoldi. Xorazmshoh davlati katta imperiyaga aylandi. Uning yerlari Kaspiy dengizidan Hind daryosigacha cho'zildi. Bu zaminda ilm, fan va san'at gullab yashnagan bir paytda sharqdan kelayotgan bo'ronni hech kim ko'ra olmadi. Chingizxon boshchiligidagi dushman askarlari Xorazmga qora bulutdek yog'di. Halokatli bo'ron kabi vayronaga sherik bo'lib ketdi. Vatan uchun to'ksin tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uch samanim. Bor bo'lsam chamanimni, o'lsam kafanim. Mangu berdilikni
tarbiyalovchisi Shayx Najmiddin Kubro dushmanlarga qarshi o'lim deya qaytirib, g'animlarni parishon qilgan. Matonatli xalqimiz o'zining shonli o'tmishi mobaynida ko'p sinov va mashaqqatlarni mardona yengib o'tdi. Xorazm ham xuddi afsonaviy Qaqnus qushi kabi vayronalar uzra qaytadan bosh ko'tardi. Yangi nafas bilan uyg'ongan qadimiy Xiva bu yangilangan davlatning yuragiga aylandi. Shaharga jon kirdi. Buyuk shoirlarning so'zlari qalblarga ilhom berdi. O'z nafsingga bo'lgin amir, shunda mardsan. O'zgalarga bo'lma haqir, shunda mardsan. Yiqilganni tepib o'tish mardlik emas. Avtodaga bo'lsang dastgir, shunda mardsan. Otash nafas shoir va faylasuf, Xorazmning mard va donishmand o'g'loni Pahlavon Mahmudning bunday o'tli misralari insonlar qalbida o'chmas iz qoldirdi. Xorazm xoni Abulg'oziy Bahodirxon turkiy xalqlar tarixiga bag'ishlangan Shajarai Turk va Shajarai Tarokima asarlari bilan dunyoga mashhur bo'ldi. Xorazm hukmdorlari Sherg'ozi, Muhammad Amin Inoq, Muhammad Rahim I va Allohxonlar mamlakat mustaqilligini mahkam tutib, davlat taraqqiyoti uchun islohotlar o'tkazgan. Xorazm xonligi mustaqilligini asragan Muhammad Amin Inoq Qo'ng'irotlar sulolasiga asos solib, dunyoning to'rt tarafiga qaragan darvozalar solingan Ichan qal'aning hozirgi ko'rinishini tiklagan. Xorazm xonlari mamlakatda ilm-fan rivojiga alohida e'tibor qaratdi. Ilm, ma'rifat va uni tarqatuvchi olimlarni nihoyatda qadrlaganlar. O'z mablag'lari hisobiga ilm maskanlari, madrasalar bino qilishni sharaf deb hisoblaganlar. Ular uchun juda katta mablag' ajratilgan. Xiva shahriga qo'shni Buxoro, Qo'qon, Afg'oniston, Eron, Hindiston, yaqin Sharq mamlakatlaridan ham talabalar kelib ta'lim olganlar. Xorazm xoni Muhammad Rahimxon II Feruz bor kuchini Xorazmni tiklash va obod qilishga, madaniyat va san'atni asrab qolishga sarfladi. Bu vaqtda she'rlari milliy tiklanish timsoliga aylangan Muhammad Rizo Ogaki shunday yozgan edi. Qilmoq bila parvarish tikon gul bo'lmas, ham tarbiyat ila sog' bulbul bo'lmas. Gar asli yamonga yaxshilik ming qilsang, yaxshilik oning niyati bilkul bo'lmas. Ma'rifatparvar Xorazm xonlari yonida Said Islom Xo'ja kabi islohotchi vazir va amaldorlar ham yo'llar, ko'priklar, shifoxonalar, yangi usuldagi jadid maktablari barpo etib, o'z yurtini dunyoning taraqqiy etgan davlatlari qatorida ko'rishni istaganlar. Xorazm jadidlari, xususan Polvon Niyoz Hoji Yusuf, Mulla Bekjon Rahmon, Nazir Sholikor, Komil Xorazmiy, Komil Devoniy, Avaz Bo'da, Boboxun Salimov kabi ma'rifatparvar shaxslar o'z zamonasining taraqqiyparvarlari sifatida Turkiston birligi va ozodligi yo'lida kurashib qolganlar. Jadid Markaziy Osiyoning birinchi fotografi va kinooperatori Xudoybergan Devonov ham o'zidan bebaho meros qoldirdi. Uning suratlari va filmlari o'z davrini tasmaga abadiy muhrladi. Xorazmning endigi poytaxti Xiva Turkistonning siyosiy
uchun dunyoga sayqal olam aro odam yaralgan. Xalqimizning eng qadimiy ohanglarida abadiy go'zallik va ko'rkamlik bor. Ko'hna da'volar. Ularda momolarimiz va bobolarimizning ko'ngil ovozlarini eshitgandek bo'lasiz. Bu qo'shiqlar ko'nglingizning tub-tubida bekinib yotgan so'lim tuyg'ularingizni uyg'otadi. Tarixlarning olis ovozini tinglang. turgan mustaqillikka erishib, o'zining buyuk tarixida yangi
sahifa ochdi.